Muhabbatning qiymati uning natijasida emas, balki o'zida. Natija balkim baxtsizlik va baxt bo'lishi mumkin. Lekin mangulik baxtsizlik va mangulik baxt bo'lmaydi. Muhabbatda mangulik kechirmish va tasavvur bo'ladi. Muhabbatning uyg'onishi muvofiq muhitga muhtoj. O'zaro bek tunish bo'lsa, bek tushunishsa, sirliqlik tuyg'usi bo'lmaydi. Muhabbat uyg'onmaydi. Albatta, bir-bir bilan bek yot hamda chiqisholmaydigan bo'lib qolsa-mu, muhabbat paydo bo'lmaydi. Muhabbat uchrashish hamda havo tushunish orasida, sirliqlik hamda yaqinlik tuyg'usi orasida bo'ladi. Tasavvurga to'liq imkoniyat qoldirdi hamda jalb qilishni qanoatlantirdi. Tushunish bo'lganda muhabbat bo'ladi degandan ko'ra, muhabbat bo'lgandan oldin tushunish bo'ladi degan tuzuk. Birov bir odamni, bir kitobni, bir san'at buyumini yaxshi ko'rsa, u shu odamning har bir so'z harakati haqida qayta o'ylaydi. Kitobdagi so'z jumlalardan, ushaq-tushak bilaklardan ma'lum cho'nqur ma'no topadi. Natijada shandan deb qaraydi. Eng kuchli muhabbat umidsizlikdan keladi. Eng cho'nqur azob muhabbatdan keladi. Baxtli bo'lish ders, balkim haqiqiy muhabbatning keyniga yo'shirinib olgani cho'nqur hasrat bo'lishi. Zamonaviy o'yin tomoshalarning keyniga yo'shirinib olgani ma'nisizlik bo'lishi mumkin. Ikkisini selishtirganda oldinqisi keyingisidan cheksiz ustun turadi. Muhabbat bilan kasbdan iborat bu kishilik hayotdagi ikki cho'ng intilishning mohiyati bir. Hammasi o'zini muayyanlashtirishdan iborat. Muhabbat ma'lum bir odamning e'tirof qilish orqali o'z qiymatini e'tirof qilishdir. Kasb bo'lsa, jamiyatning e'tirof qilish orqali o'z qiymatini e'tirof qilishdir. Seni deymu seni deymu seni kümey ülemen mu seni deymu seni deymu ya seni kime ülemen mu seni kime üllük kessem muradınga itemen mu seni kime üllük kessem muradınga itemen mu Oy ay deymu seni Oy kündeymu seni Oy aydaymu seni Oy gülümdeymu seni Barğındaydı, yangındaydı Meylim üzemnin 80 kamça vurgan bilen Yarım üzemnin Barğındaydı, yangındaydı Meylim üzemnin
bilse, men yarımni izligenni düşmen bilse. Yulla yaman, yulla yaman, yolunu bilse, men yarımni izligenni düşmen bilse. Oy ayday musni, oy künday musni, oy ayday musni.